Viloyati Farg'ona tumani Soybo'yi mahalla fuqarolar yig'ini Turon-bank aksiyadorlik tijorat bank hamkorligida jami 5,16 gektar yer maydoni 392 kontur 1 mahsulot tamoyili asosida yer bo'lib, unga kartoshka mahsulotlari ekilgan. Bu yerda agrotexnik va o'g'itlash ishlari olib borilyapti. 49 nafar dehqon xo'jalik biriktirilgan bo'lib, ularni har biriga 17 sotixdan yer maydoni to'g'ri keladi. Har bir gektar yer maydonidan hosildorlikni 2,5-3 tonnagacha olish rejalashtirilgan. Yil oxirida jami bo'lib 30 tonna hosil olish ko'zda tutilgan. Bu kartoshkalarni yig'ib terib olingandan so'ng kelgusi yilda serdaromad bo'lishi uchun yerlarni qayta ishlov berib, o'g'itlar solib tayyorlash nimalari bor.